Mana shu qo'limdagi Devalt shurpayor naborlari hali ham atrofda 300 ming, 400 ming, 450 ming so'mgacha pulga sotilyapti. Lekin biz sizlarga buni ikkitadan batareykalari, zaryadnilari, shurpayor nabori, har xil turdagi atverkalari, trishotkalari, hamma narsasi bilan komplekt holatini 1 so'm pulsiz tekinga berib yuboramiz. Mana shu shurpayor naborda tekinga yutib olish sharti mana shu videoga hoziroq bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib omad yozib qoldirib qo'yadigan bo'lsangiz, do'konimizga kelganingizda mana shu turdagi shurpayor nabor, shunga o'xshagan 100 xil noshq sovrinlarni birini tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, shu turdagi va shunga o'xshagan 100 xil noshq sovrinlarni tanishtirib o'tamiz akalar. Hozirgi kunda bizning do'konimizda juda ham katta aksiya ketmoqda. 9 ot kuchli benzinli motobloklarni ham aksiya narxlarda xarid qilib olishlaringiz mumkin. Hozirda bu 9 ot kuchli motoblogimiz sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari, narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. Kimda kim mana shu turdagi motobloklar uchun kerak bo'ladigan agregatlarda eng arzon joyidan optim baza narxida xarid qilib olaman degan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilib sotib olishlaringiz mumkin. Xo'p, birma-bir ma'lumotlarni tanishtirishdan boshlaydigan bo'lsak, e'tibor berishlaringiz mumkin. Bu 9 ot kuchli motoblogimizda yoqilg'i turi benzinli modeli hisoblanadi. Motoblogimiz yurgizish joylari zavodnoy orqali yarimta tortganingizda yuradi. Motoblogimizning motori tomonlama 177 motor 9 ot kuchli motordan qo'yib ishlangan. Motoblogimizda reduktor qismlariga ham juda ham yaxshi ahamiyat berilgan, katta 750 tali reduktorlardan qo'yilgan. Oldingi partiyada 9 ot kuchli motobloklar mana unda kichikroq reduktorda kelardi, lekin hozir katta 750 tali reduktordan qo'ydirib olib kelyapmiz. Bu degani bu 9 ot kuchli motobloklar uchun ham bemalol orqasidagi qishloq xo'jaligi vomlariga rotorni kasilcha, zatkalar, suv nasos, karcher apparatlarni ham ulab ishlatishlaringiz mumkin. Xo'p, motoblogimiz soatiga 700 gram benzin rasxod qiladi akalar. Ekonomik karburatorlardan foydalanilgan, vozdухni filtrlarigacha mastinlardan qo'yib o'tilgan. Motoblogimizda oldiga ikkita skorslari bor, orqaga bitta skors bilan jihozlangan. Rollari uzun variantidan hisoblanadi. Balonlari ham katta, shiroki, yumshoq balonlardan qo'yib o'tilgan akalar. 60-70 qator oralariga bemalol tusha oladi. O'zini komplektlarda frezalari, dokumenti, kulishlari va 1 yildan garantiyalarigacha qilib beramiz. Motoblogimizni boshqarish juda ham oson akalar. Bu yerda splen bor. Splen knopkani bosganingizdan keyin bu yerda esa skorslari jihozlangan. Birinchi va ikkinchi skorlarga urib, bemalol orqasiga pluglar yordamida ham yerlarda ag'darish imkoniyatingiz bor. Pluglarda yer hayda oladimi degan akalarimiz uchun yangi partiyada universalniy pluglarimizdan ham yetib kelgan. Bu universalniy pluglarimizni oldingi partiyadagidan farqlari e'tibor berishlaringiz mumkin. Xohlasangiz chap balonni iziga, xohlasangiz 10 balonni iziga ham olib ishlatishlaringiz mumkin. Xohlaganlar plug sifatida ham foydalanishlaringiz mumkin. Xohlaganlar agat olishlar uchun o'rtaga qo'yib 70 agatlarda, 60 agatlarni ochib ketish uchun ham mo'ljallangan hisoblanadi. Bu turdagi universalniy pluglarimiz boshqa turdagi motobloklarimiz uchun ham bemalol tusha oladi. 7 ot kuchli motoblokdan boshlab 17 ot kuchli motobloklargacha qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda bu 9 ot kuchli motoblogimizni o'zini komplektlariga frezalari, dokumenti, kulishlari va 1 yildan garantiyalari bilan komplekt holatini hozirgi paytda bizning do'konlarimizda 5-6 xil variantlardan bor, e'tibor berishlaringiz mumkin. Bularimizni eng arzonchi modellarini 4 million 800 ming so'mdan 6 million so'mgacha variantlari bor. Kelib, xohlagan variantingizni tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Bu deganda farqlari, balonlari katta kichikligi, reduktorlari 750 tali, 550 tali, 350 tali, 3 xil, 4 xil reduktorlari bor. Rollari uzunroq, kaltaroq variantiga qarab turib, narxlarni kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz akalar. Aytib o'tganimda, e'tibor bering, 4 million 800, 4 million 600, 5 million 200, 5 million 500 ming so'm har xil turdagi
assortimentlardan bor. Eng zo'r variantini olaman degan akalarimiz uchun 6 million so'mgacha eng baquvvat bo'lgan katta reduktorli variantlardan olishlaringiz mumkin. Agarda siz komplekt holatda mana shu turdagi universalni pluglardan sotib olaman degan bo'lsangiz, bu universalni pluglarimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizda 600 ming so'mdan boshlab 1 million 300 ming so'mgacha mana shu turdagi universalni pluglarimizdan mavjud. Agarda mana shu videolarga bitta like tugmasini bosib, kommentariyada omad deb keladigan bo'lsangiz, mana shu turdagi instrumentlardan birini ham tekinga berib yuboramiz. Kelib, motoblok xarid qilib olganingizdan keyin, xohlang upakovka, xohlang mana shuni yig'ilgan holatda sotib olganingizdan keyin do'konimiz ichida joylashtirilgan hozirda sizlarga tanishtirib o'tadigan omadli baramanimiz bo'ladi. Kelib, mana shu omadli baramanimizni 1 so'm pulsiz tekinga shuni aylantirasiz. Aylantirganingizda nimaiki sovg'a tushishidan qat'iy nazar sizga 1 so'm pulsiz tashqarida ko'rgan shurpayor naboringiz, balgarka, drill, svarka apparat, benzapila har xil turdagi assortimentdagi instrumentlarimizdan mavjud. Kelib, omadli baramanni aylantirasiz va tushgan sovg'alaringizni 1 so'm pulsiz tekinga olib ketishlaringiz mumkin. Faqatgina videoga like bosishni unutmang va kommentariyaga omad yozib qoldirib qo'yishni ham unutmanglar akalar. Bizga manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, Agro servis do'koni. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.